Yangiyo'lli jigarlarim diqqatiga kichkinagina e'lonimiz bor. Bu videoni tadbirkor, nonvoy va kafesi bor tanish bilishlarga jo'natib qo'yildi Yangiyo'l hududida. Ertaga 22-iyun kuni Yangiyo'limizning juda ham ko'plab joylarida gaz tarmog'i uzilish bo'ladi. Ya'ni profilaktika uchun 3 kun, 4 kunga gazni o'chirishadi. 22-iyundan 25-iyun kunigacha, ya'ni ertalab soat 8 da o'tsa, 25-da soat kech payt 18:00 da gazni yana qaytib yoqishadi. Shu fursatda Yangiyo'l dehqon bozorini va dehqon bozorining oldilarida ham gaz o'chadi, bizda ham gaz o'chadi. Biz ishlaymizmi yo'qmi? Biz ertaga ishlaymiz va ertadan keyin 23, 24, 25-da dam oladigan bo'ldik. Jamoamizni ham xursand qilish uchun tog'dan dachalar oldik. Hammamizni olib chiqib ketib, xursand qilib, mana kuchga to'ldizib olib kelamiz jamoamizni, xudo xolasa, va undan keyin yana xizmatlarda bo'lamiz jigarlar. Bu videoni обязательно like bosib qo'ying, чтобы hamma tadbirkorlar ko'rsin. Ertaga ish boshlaganlarda gaz taq etib o'chib qolsa, чтобы mahsulotlari uvol bo'lmasligi uchun jigarlar. Tak что Sardor kafesini qo'llab-quvvatlayotgan barcha aka-ukalarimga, opa-singillarimga, barchalardan xursandmiz, joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa, sizlar uchun yaxshi xizmat qilishga har doim tayyormiz. Biz kafeni boshqatdan pulni yenglab o'tdik. Hamma narsalar shuning uchun ko'p narsaga e'tibor qila olmadik. Xudo xolasa, hammasi bitdi, alhamdulillah. Damdan keyin addush ishlash bo'ladi. Xudo xolasa, dastavka ham, zal ham, Yangiyo'l bo'ylab dastavkamiz ham, savol xizmatlarimiz ham idealni ishlash uchun hamma sharoit qilib qo'ydik. Endi bitta tizimlashtirib, yaxshi xodimlar olsak zo'r bo'ladi. Bosinglar jigarlar, hammanglarga rahmat kattakon.